bitta kompyuter oldim. 3 million, 4 million deb. Sharoit qilmasangiz hozir 21-asrda. Reklama bilan ishingiz. Mana shu Endi kafil kerak deyishyapti. Kafil olgan taqdirda ham birov sizga pul bermaydi u kafil. Ishlamayaptimi? Yoki kimdir 30 million kiritomoqchimi, kimdir 50 million kiritomoqchimi? Bemalol 25 ming gaplashadi. Bo'ladi? Nima masala? So'rdim bizni bankda 6 ta sujetda bormi? 6 ta xizmat mashinasi bor-da. 6 ta. Endi ular hammasi o'zini qiladigan ishi bor-da. Ba'zida bitta mashinamiz bankomatga pul tashlaydi, bitta mashinamiz mini banklarga borib keladi, bitta mashinamiz hammasi o'z ishi bor-da. Lekin o'sha mashinalarimiz hammasini biz bank misol uchun tenderga qo'yadi-ku, auksionga qo'yganda yutib olamiz-da. Biz misol uchun kerak deymiz, bitta Gentra mashinamizga 4 ta balon kimdir yutib oladi. Misol uchun mana kecha men o'zim minib yuradigan mashinaga moyallashtirishga filtrga misol uchun naqdga qildirsak, naqdga qilsa shu mashina, chassis mashinamizni